Vodiydagi eng sifatli inert hamda beton mahsulotlar ishlab chiqaruvchi Stoneworks kompaniyasi haqida gaplashamiz. Faoliyatimizda eng birinchi 2014-yil sheben ishlab chiqarish bilan boshlaganmiz. Stoneworks shebellari shu darajada sifatliki, bizning mahsulotlar hatto aeroportlarda ham ishlatiladi. Bilasiz, aeroportlarda asosan sifatli mahsulot ishlatiladi. Aks holda asfalt bosimga dosh bera olmay yorilib ketishi mumkin. Ishonmadingiz-a? Keling o'zingiz sinab ko'ring. Undan tashqari, suyuq beton, beton plitalar, kolodis va qopqoqlari, latoklar, stalba va facebloklar ishlab chiqariladi. Vodiydagi premium qurilish kompaniyalari ham aynan Stoneworks qurilish mahsulotlarini ishlatishadi. Misol uchun, Dreamhouse Kokand, Chin Invest, Better Best Samarqandning Agramir kompaniyalari bularga misol bo'la oladi. Zavod Vodiydagi eng katta zavodlardan biri bo'lib, 8 gektar maydonga ega. Shu yilning o'zidayoq gazoblok ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Kelasi yil uchun travertin, emulsiya kabi binoning tashqi fasad qismi uchun ishlatiladigan mahsulotlar ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Stoneworks yuqori sifat